Boshlang'ich to'lov $5000 bilan uy qidirayotgan bo'lsanglar, обязательно aloqaga chiqinglar. Deyish axiri shu kunlarga nasib qildi. 26-yilga kelib do'stlar, hozir Greenhouse turar joy majmuasiga yetib kelganmiz. Biznes segmentidagi domlarimiz qurib bitirilgan va xonadonlar soni cheklangan ekan bo'tdi. Mana shu videoni hamma joyga tarqatib qo'yinglar. Birlamchi ipoteka subsidiyaga ham to'g'ri kelar ekan. Subsidiya bo'lsa undan ham arzonroq chiqar ekan. Oylik to'lov 4,5 milliondan 7, 8, 10 millionga qarab, o'sha xonalar soniga qarab, bir xonadan 3 xonagacha bo'lgan variantlarimiz ham mavjud. Shuni bittasini namuna qilib hozir ichkaridan ko'rsatib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Hozir bittasi eng kichkinasi, eng arzonini ko'rsatib beryapman sizlarga. Bu bir xonadan iborat 31 kvadrat metr tashkil qiladigan xonadonimiz bo'lyapti. Menga bunda sal yoqmagan joyi bor. Buni o'zgartirish kiritishingiz mumkin, chunki juda kichkinadek ko'rinadi. Endi esa qanday vizualni kengaytirishni hozir tushuntirib beraman. Mana bu devorlarni olib tashlasangiz bo'ladi. Bu peregorodka hisobida, ya'ni oshxonamiz mana bu yerda joylashgan. Studiyni yevro formatdagi xonadon qilishingiz mumkin o'shanda, ya'ni devorlarni olib tashlasangiz mana saunso joyida turaveradi. Bu yog'i biz zal oshxona bitta bo'ladi studiyni variantda. Umumiy maydoni 31 kvadratda tashkil qiladi. Undan tashqari yana boshqa variantlarimiz ham bor, 2 xona, 3 xonaliklar va ularda baribir ham boshlang'ich to'lov o'zgaruvchan bo'ladi. Aynan shunaqa uylar qidirib yurgan bo'lsanglar, kanalimizga obuna bo'lib, Telegram kanalimizga o'tib olinglar. Qolgan xonadonlar haqida to'liq ma'lumot berib o'tganman. E'tibor uchun rahmat.